Turkiyadagi paychaklarni elib setish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Hozir Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarining ko'pinchisi paychak elib setib kirim qilib o'tibdi. Ham buni islomiy paychaki deydi ekan. Bu rost islomiy paychakimi? Bu paychaklarni elib setish shariatga uyg'unmi emasmi? Buningdan menga foyda ayirib qolsa, u pulni qandoq bir taraf qilsam bo'ladi? Mushu ishda menga yo'l ko'rsatishlarini so'rayman. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Burun paychak elib setishning umumiy ahkam va shartlari haqida to'xtalib, Sajiya islom bilimlari to'g'rida aksiya bozorda shirkat paychak elib setish degan mavzuda fatvo e'lon qilgan edim. Lekin hozir Turkiyadagi mablag' solish sohasida maslahatchilik va vositachilik xizmatini sunayotgan bizning Manqul Mulklar shirkati. BMD fasllik e'lon qilib turadigan shirkatlarning sheriklashish ko'rsatkichi o'lchamlariga uyg'unlik holati va safliq nisbati tizimlikidagi halol deyilgan 77 shirkatning yoki sheriklashish 50 ko'rsatkichi tizimlikidagi halol deyilgan 50 shirkatning paychaklarini elib setishga bo'lamdi degan savollar ko'p kelayotgan bo'lg'achqa bu vaqtda bir qadar tafsiliy javob berishga to'g'ri keldi. Aldi bilan shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, islomiy paychaki deb bir narsa yo'q. Halol yoki harom, yo shariatga uyg'un yoki uyg'un emas, yo halol harom aralash va yoki shubhili paychaklari bor. Bu masalaga kirishdan avval shunimi aytib qo'yish kerakki, yuqorqi tizimlik oldingi yillarda 40 nech shirkatni tanlagan bo'lib, men bu tizimlikni ko'rgan chaqdala bu shirkatlardan banklarning paychaklarini elib setishga bo'lmaydiganligini aniq ta'kidlagan edim. Yana mendan so'raganlarning ba'zisiga banklardan boshqa shirkatnikini elib setsa bo'ladi deb javob bergan edim. Mazkur javobimni shu shirkatlarni halol deb tanlashda qo'yilgan o'lcham ma'lum fiqhiy qarash bo'yicha sog'lom deb qaralganligi uchun berilgan javob edi. Yaqinda 80 shirkatning tizimlikini va bu tizimlikning 3 ayrim persent katiki asosida e'lon qilinganligini ko'rdim va buningga asosan mendan so'raganlarga agar shubhisiz boshqa tijorat bo'lsa shuni qilish lozim, paychaki ishini qilay desangiz, ashu peyi halol deyilgan tizimlikdagi shirkatlar ichidan bankining peyini olmay yana mahsuloti ichida harom mahsuloti 0 bo'lganini, muomalasi jazonidan mutlaq xoli bo'lganini va jadvalda persent ko'rsatilgan 3 nuqtadagi persent 0 bo'lganini qilsangiz bo'ladi. Lekin bu ashu tizimlikni e'lon qilgan va u tizimlikdagi shirkatlarning payini halol paychaki deb tanlagan o'rin va u o'rinning shirkatlarni tanlashda ishlatgan o'lchami hamda uningga ishonish masalasiga berib taqiladi. Chunki ashu tizimlikdagi shirkatlarning ba'zisining payi shubhilikla emas, uningda aniq harom mahsulot va jazoni mavjud. Yana ba'zisining payi bo'lsa shubhilik. Agar sizga uningdan foyda ayirib qolsa, taqvodorlik qilay desangiz, boshqalarga yordam qilib berib o'ting, ham bu ishni qilmang deb javob bergan bo'ldim. Endi maqsadga kelsak, ashu fasllik e'lon qilinadigan tizimlikdagi shirkatlarning qaysisining paychakini elib setishga bo'ladi degan masalani oydinlashtirib o'tish lozim. Mazkur bizning Manqul Mulklar shirkati, ya'ni BMDning 2020-yili 1-iyulda e'lon qilgan tizimlikidagi paychaki halol deb ko'rsatilgan shirkatlardan banklarning paychakini bozor bahosida elib setishga bo'lmaydi. Masalan, tizimlikdagi 8-nomerlik Al-Baraka Turk bankasinikini bozor bahosida elib setishga qat'iy bo'lmaydi. Sabab, banklarning mol-mulki asosan naqd va nesi pul. Uning igidorchiligini pay hisobi bo'yicha bozor bahosida elib setish, naqd pul va nesi qarzni elib setishdan iborat. Bu halollikqa ta'sir ko'rsatadi. Uningdan sirt bu xil qatilim banklari yoki islom banklari deb atalgan banklarning halol deb qilayotgan muomalalarining ko'p qismi murobaha, ya'ni foydasiga nesi elib berish savdosi. Tavarruq savdosi ega bo'lish bilan oyoqlashadigan ijara to'xtami va atalmish islomiy zayum qatorliq tepma halol turidagi, ya'ni aslida hukmi harom ishni halol qilib ko'rsatish tipidagi ishlar bo'lg'achqa, qilayotgan ishlari jazoniga zid bog'lanib ketgan. Hayron qolarligi, bu tizimlikni tayyorlagan shirkat bu bankining jazoniga aloqador ikki katakchidagi jazoni nisbatini 0 deb ko'rsatgan. Bu shirkatning o'lchamida masala borligini ko'rsatib beradi. Undan boshqa
bu tizimlikdagi agar bu tizimlikni e'lon qilgan shirkatga ishongan va ularning o'lchamlarini sog'lom deb qaragan taqdirda tuvandagi shirkatlarni harom tijorat va jazoniga chetirish ehtimolligi eng tuvan deyish mumkin. 12 nomerdagi EHV, ya'ni ixlos av olatlari. 27 nomerdagi fonet belgilari texnologiyalari. 42 nomerdagi Milpa. 49 nomerdagi Mibas, Neobash Neyda Beton. 61 nomerdagi Agio Atakula Kimyo. 76 nomerdagi Sönmez Filament. Yuqorqilarni haram ish va jazonida eng tuvan deyishdimi, yuqorida deyilganidek shu shirkatga va shirkat baholashda asos qilingan o'lchamlarning ishchanchilik darajasiga berib taqiladi. Mazkur shirkatlarning jazoniga aloqador muomala persenti va shariatga uyg'un bo'lmagan faoliyatlardan qilgan kirmi 1% ga yetmaydi. Lekin taqvodorlikni shubhidan yiroq turishni xohlaganlar buningdimi yiroq turgani afzaldir. Chunki buningda ikki turli masala bor. Birinchisi, az bo'lsa-mu ma'lum persentda jazona yoki harom ishlar mavjud. Garchi bu xil jazona va harom ishlar 1% yoki uningdimi tuvan bo'lsa-mu, ko'pchilik olimlar bu xil shirkatlarning payini elib setishni harom deb qaraydi. Ikkinchi, bu tizimlikni ashu shaklda tayyorlagan shirkatning sog'lom o'lcham asosida turg'izib chiqqanligiga amin bo'lg'ili bo'lmaydi. Buning tipik misollaridan biri Al-Baraka Turk bankasini pak-pakiz deb ko'rsatishidir. Buning sababini shirkatning rasmiy tur betida e'lon qilingani bo'yicha mazkur tizimlikni tayyorlash ishlarining chiqqanlarini Al-Baraka Turk qatorliq qatalon bankalari ko'tardiganligini bilganimizda, bu tizimlikda nima uchun Al-Baraka Turk qatalon bankasining pay chekini sap halol deb ko'rsatilganligining sababini bilib olamiz. Ya'ni bu tizimlikni tayyorlashga qatalon bankalari pul xarjlaydi va bu tizimlik bir ehtimol qatalon bankachilik prinsiplariga uyg'un keladigan o'lchamlar bo'yicha turg'iziladi. Bu vaqtda qatalon indeks sahifasida aniq tushuncha bor. Amaliyotda bo'lsa, qatalon bankalarining sherikchilik, mablag' solish va ilm setimiga aloqador 95% ishlari tapma halol qilingan jazonalik savdolardan iborat. Demak, bu tizimlikka halol deb kirgizish o'lchami shubhidan mutlaq xoli emas. Uning ustiga mazkur shirkat baholash ishida har bir shirkatning yil oxirida e'lon qilgan yillik dokladiga qarab baholaydi. Haqiqiy ahvolni to'liq bilib ketishmi shubhilik. Bilgan taqdirdami qatalon bankalaridan murobaha savdosi qatorliq tapma halol shakldagi jazonalik savdolar orqali qarz olgan bo'lsa yoki ziyon tortmaslikqa kafolat qilingan sherikchilikdek jazoni sherikchiligiga mablag' solgan bo'lsa, bu u tizimlikni tayyorlagan shirkat nazarida sap halol deb hisoblanadi. Shunlashqa men yuqoridagi eng tuvan nisbatda harom aralashgan shirkatlarnikini elib setishni tavsiya qilmayman. Uningami mayli deb yuqorqi 6 shirkat pay chekiga mablag' solganlar bo'lsa, bu shirkatlarning paylarini elib setishdan yoki shirkat payiga ayirgan paydadan kelgan kirimning ashu persentda bir qismini ayirib chiqishi va uni o'zi xarjlamay umum musulmonlarning ishlariga sarf qilishga berib o'tish kerak. Uni o'zi xarjlasa halol bo'lmaydi. Cho'qim umum musulmonlar manfaat uchun sarf qilishga berib o'tish kerak. Harom aralashgan kirimi yoki paydani tozalash haqida tuvanda yana ayrim to'xtalaman. Chunki bu paychagi qilayotganlar diqqat qilmagan nuqtalarning biri. Bu yerda shuni ta'kidlash lozim. Bir shirkatni jazoni muomalasi yoki harom faoliyat qilmaydi deganda, o'tgan yilgi moliya dokladiga qarab, kelar bir fasl yoki kelarki bir yil ichida shundoq bo'ladi deb taxmin qilinadi. Ammo bu dokladdan keyin mazkur shirkatning o'simlik qarz olish yoki o'simlik qarziga berish va ya boshqa harom ishlarni qilish mumkinchiligini yo'qotolmaydi. Buning bir misoli mazkur shirkatning 2020 yili 1-aprelda e'lon qilgan tizimlikidagi 1-nomerdagi BIM shirkatining o'simlik qarz olib solgan mablag'i 0% deb ko'rsatilgan edi. Lekin 2020 yili 1-iyulda e'lon qilgan tizimlikda bo'lsa, o'simlik qarz olib solgan mablag'i 3.7% deb ko'rsatilgan. Tizimlikdagi 77 shirkatdan yuqorqi 6 shirkatni harom tarafi eng az deb qaraganimizda, qolgan 71 shirkatnikini olib setishga bo'lmaydi. Chunki uningdagi jazona va shariatga uyg'un bo'lmagan ishlar persent jihatdan yuqorisi 30% gacha tashkil qiladi. Nima uchun jazona va shariatga uyg'un bo'lmagan ishlar persenti yuqori bo'lgan shirkatlarnikini olib setishga bo'lmaydi? Chunki paychaki amaliyotda bar bo'lgan bir shirkatning sarmoyasiga ma'lum persent hassador bo'lish deganlik bo'lib,
Bu aşu şirketga ma'lum persent bilan o'rtaq sheriklashishni ko'rsatadi. Şirketga həsədar bolğucu payçəklər şirketning sarmoyasidala sherik bo'lmasdan, garchi o'zi bevosita tijorat qilmasimi, shirkat qilayotgan tijorat va boshqa faoliyatlardami sherik bo'lgan bo'ladi. Mazkur tizimlikdagi birinchi katakchida shirkatning sarmoyasini tashkil qilgan jazonalik qarz persenti ko'rsatilgan bo'lib, buningga asosan agar ma'lum bir shirkat 30% o'simlik qarz olgan bo'lsa, siz o shirkatning $100 payini olib, uninga ega bo'lganingizda $30 o'simlik qarz olib tijorat qilgan bo'lasiz. Ikkinchi katakchida shirkatning qo'lidagi naqd pullarning 30% o'simlik qarziga berilgan bo'lsa, sizning $100ingizning $30 o'simlik qarziga berilgan bo'ladi. Uchinchi katakchidagi 5% harom faoliyatmi shundoq. Ya'ni siz tijoratda jazonidan boshqa yana 5% harom faoliyat bilan shug'ullangan bo'lasiz. Kamina garchi kasbiy iqtisodshunos bo'lmasammi, oddiy xalq qatorida qora hisob bo'yicha aytgandimi, paychiqqa mablag' solganlar 6 lira, 7 lira bo'ldi degan bilan u 7 liraning sotib olish kuchi burunqi 6 liraning sotib olish kuchiga yetmaydi. Jumladan, dollar tegishib pay chekiga mablag' solganlarmi shundoq. 1 dollar 6 lira chaqda bir pay olsa, keyin payning bahosi 7 liraga o'rlagan bo'lsa, lekin dollar 7,5 lira bo'lsa, u chaqda 7 liraga 1 dollar sotib olmaydi. Ya'ni ziyon degan gap. Buningga harom kirimni tozalash qo'shilsa, foyda elishmi boshqa xil tijoratdan oson to'xtamaydi. Bu fatvoning asosli obyekti yuqorqi tizimlik bo'lgan ekan, mazkur tizimlikni e'lon qilgan shirkatlarning tizimlikda o'lcham qilgan 30% va 5%larni va u o'lchamlar haqidagi olimlarning qarashlarini bayon qilib o'tayli. Hammamizga ma'lumki, Alloh taolo savdo sotiqni, tijoratni halol qilib mundaq degan. Alloh ilm sotimni halol, jazonini harom qildi. Baqara surasi 275-oyat. Faqatla aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdo bo'lib qolsa, Baqara surasi 282-oyat. Ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yavolmanglar. Faqatla sizlar o'zaro rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida. Nisa surasi 29-oyat. Va buningga o'xshagan oyat va hadislarga asosan olimlar qilayotgan ishi halol bo'lgan va jazonilik qarz bilan muomala qilmaydigan shirkatlarning payini munosabatli shartlari topilgan taqdirda olib sotishga bo'ladi deb qaraydi. Aksicha, sug'urta va bankchilikqa o'xshagan noto'g'ri to'xtamlarni qiladigan shirkatlarning paychaklarini olib sotishga bo'lmaydi. Agar qilgan ishi aralash bo'lsa-chi, bu vaqtda burunqi aksiya bozorida shirkat paychaki olib sotish nomidagi fatvoning ikkinchi shartida bayon qilganimdek, paychaki olib sotilmoqchi bo'lgan shirkat jazoni o'sim bilan yoki aroq ishlab chiqarishdek, qimordek harom tijorat bilan shug'ullanmaydigan, halol kasb bilan shug'ullanayotgan shirkatlar bo'lishi shart. Asli faoliyati halol, lekin o'simlik qarz yoki boshqa noto'g'ri to'xtamlar aralashgan shirkatlarning payini olib sotish ko'pchilik olimlarning nazarida cheklanadi. Bu turli paylarni olib sotmaslik kerak. Ya'ni ko'pchilik olimlarning va islom fiqh akademiyalarining qarori bo'yicha yuqorqi tizimlikdagi shirkatlarda ma'lum nisbatda jazona va noto'g'ri to'xtamlar, shundaqla qisman harom faoliyat mavjud bo'lg'achqa, u tizimlikdagi shirkatlarning payini olish haromdir. 1992-yil 5-oyda Jidda shahrida ochilgan Islom fiqh akademiyasining 7-qatimli qurultayida paychaki haqida bunday qaror ma'qullangan. 1. Muomalalarda asli qoida halollikdir. Buningga asosan shariatga zid bo'lmagan faoliyatlarni qilish uchun hasidorlik shirkati qurish joizdir. 2. Asosliq maqsadi jazona va harom narsalarni ishlab chiqarish va uning tijoratini qilishdek harom faoliyatdan tarkib topgan shirkatlarga hasidor bo'lishning haromligida ixtilof yo'qdir. 3. Asosliq faoliyati halol bo'lsa-mu, ba'zida jazona va shuningga o'xshash harom muomalalarni qiladigan shirkatlarga hasidor bo'lish haromdir. Bundan boshqa 1995-yili Rabitaga tava Islom fiqh akademiyasining 14-qatimli qurultayida paychaki haqidagi bir qarorda mundaq kelgan. 1. Musulmon kishining ba'zi bir muomalalarida jazoni bor bo'lgan shirkat va banklarning payini bilib turib sotib olishi joiz emas. 2. Bir shirkatning harom muomala qiladiganligini bilmay qilib payini sotib olib, keyin bilgan bo'lsa, harom faoliyatga sherik bo'lmaslik uchun bu ishdan darhol chiqib ketish lozim.
Turkiyadagi mazkur tizimlik jazoni miqdori 30% ga yetmasa va bu jazoni shirkatining asosliq nizomnomasida aniq bayon qilinmagan bo'lsa mayli deb qaragan bir qism olimlarning qarshiga tayangan bo'lib, bu 30% ni o'lcham qilishni shar'iy o'lchamlar hay'ati o'lcham qilgan. Bularning qarashi bo'yicha asosliq faoliyati halol bo'lsa-mu, ba'zida jazoni va shuningga o'xshash harom muomalalarni qiladigan shirkatlarga hassador bo'lish aslida haromdir. Bu hukmdan pay qatish va payni elib setish tijorat qilish tuvandagi shartlar asosida mustasno qilinadi. Birinchi, shirkatning asosliq nizomnomasida oz persenti bo'lsa-mu jazonali qarz olishni va jazonali qarz berishni yoki cho'chqa go'shi qatorliq harom moddalar bilan tijorat qilishni nishon qilmagan bo'lsa, payni elib setishga bo'ladi. Uni nishon qilmasdan ehtiyoj tufayli qarz olgan yoki qarz bergan bo'lsa, bu 30% dan oshmasa bo'laveradi deb qaraladi. Ular 30% ni nimaga asosan bekitgan? Buningga aniq bir dalil bo'lmasa-mu, oz bilan ko'pni ayirishda vasiyat va boshqa masalalarga qiyos qilib bir fasil sifatida bekitgan. 25% yoki 33% degichilarmi bo'lgan va bu oz deyilgan jazonini ehtiyoj tufayli joiz da'vatgan. Aslida bular jazonali qarzdami 30% ni emas 5% ni asos qilgan bo'lsa, oz ko'plik fasili bir xil bo'lgan bo'ladi. Bu ikki nuqtada fasil o'xshash bo'lmagan. Lekin hayron qolarligi, bularning qarashi bo'yicha jazonali qarz olish va qarz berish 30% dan oshmasa bo'laveradi degan bilan, bular ko'pchilik olimlar bilan birda qarashda bu shirkatni boshqarib, bu turlik 30% jazonini olgan va berganlar gunohkor deb qaraydi. Ya'ni bu qarashdagilarmi ko'pchilik olimlarga o'xshashla miqdori mayli qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar o'simlik qarz berish va o'simlik qarz olish harom deb qaraydi. Bularning qarshidagi ojizlik mushu nuqtadami aniq ko'rinadi. Ya'ni bu yerda zidlik aniq. Ham 30% gacha joiz bo'ladi deyish bilan billa o'simlik qarz berish va o'simlik qarz olishda shirkatni boshqaruvchilar gunohkor bo'ladi deydi. Andın bularning qarashi bo'yicha paychaki amaliyotda bar bo'lgan bir shirkatning sarmoyasiga ma'lum persent hassador bo'lishdan iborat bo'lib, bu ashu shirkatga ma'lum persent bilan o'rtoq sheriklashishni ko'rsatadi. Shirkatga hassador bo'lgan paychaklar shirkatning sarmoyasidagi sherik bo'lmasdan, balki o'zi bevosita tijorat qilmasa-mu, shirkat qilayotgan tijorat va boshqa faoliyatlardami sherik bo'lgan bo'ladi. Ondaqda bularning qarashi bo'yicha bo'lgandimi 30% jazonalik muomala qilgan shirkatning boshqaruvchilari emas, paychagini sotib olgan sheriklarimi o'xshashlar jazoni muomalasi qilganligi sababli gunohkor bo'lishi kerakdir. Shunga bu qarash bo'yicha chiqarilgan shirkatlarning payini olib sotmoqchi bo'lganlar bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Endi mazkur tizimlikdagi 3-katakchidagi umum kirimning 5% degan o'lchamga qarayli. Bir qism olimlar shirkatning harom ishlardan qilgan kirimi 5% dan oshmasa, uning payini olib sotishga bo'ladi deb qarab mundoq degan. Harom ishdan qilgan kirim shirkatning butun kirimining 5% dan oshib ketmasligi shart. Bu kirim harom faoliyat qilishdan kelgan bo'lsin yoki haromga ega bo'lganlikdan kelgan bo'lsin o'xshash. Agar shirkat ba'zi kirimlarni aniq demagan taqdirda bilishga tirishish va hech bo'lmasa ehtiyotan bekitish kerak. Bu nisbatni bekitishda oxirgi moliya doklatiga qaraladi. Bu 5% ni bekitishda biror shar'iy asosga tayanilmagan, balki buxgalterlik va hisobot sohasidagilarning oz yoki yo'qolang deb qarash odatiga asoslanib bekitgan. Bu yerdagi umumiy kirim nimani ko'rsatadi? Shirkatning yanchoqiga kirgan kirimlarning hammasini ko'rsatadi. Buningdan chiqimlarni chiqarayotganda qolgani foyda hisoblanadi. Bu 5% o'lchamni qo'ygan bir qism olimlar yuqorqidek harom aralashgan shirkatlarning payini olganlarning harom kirimni qo'ldan chiqarib o'tish orqali kirimini paklashni shart qiladi. Ularning qarashi bo'yicha shirkatning olgan foydasiga aralashib ketgan harom kirimni qo'ldan chiqarib o'tish orqali uningdan tuvandagicha qutulish vojibdir. Birinchi, harom kirim mayli harom faoliyatdan yoki haromga ega bo'lganlikdan yoki o'simdan kirgan bo'lsin, uningdan qutulish paychakiga ega bo'lg'uchiga vojibdir. Pay egisi yil oxirigacha mablag' solg'uchi bo'lsin yoki elib sotquchi bo'lsin, fasl yoki yil oxiridagi moliya doklati chiqqanda uningdan qutulish vojib bo'ladi. Moliya doklati chiqib bo'lguncha pay chekini sotayotganlarga vojib bo'lmaydi. Jumladan 12-oyning 31-kuni shirkatning moliya doklati e'lon qilinganda pay cheki qo'lida bo'lgan kishi shirkat doklatida ko'rsatilgan uning payiga tava bo'lgan kirimdan shu persentda harom kirimni ayirib qo'ldan chiqarib o'tishi uni yemasligi kerak. Demak,
Bu haram kirimni ashu tizimlik asos qilgan o'lchamning o'zimi haram deb qaraydi. Shirkat ziyon tortgan bo'lsa-chi, o'xshashla haramdan qilgan kirimning persentini qo'ldan chiqarib o'tish kerak. Chunki haram kirim kirmagan bo'lsa edi, ziyon texmi ig'ir bo'lgan bo'ladi. Shunga ziyon bo'lgan taqdirdami u haram kirimni qo'ldan chiqarib o'tib qutulish kerak. Ya'ni mazkur haram kirim pay egasiga halol bo'lmaydi. Ikkinchi, qo'lidan chiqarib qutulish kerak bo'lgan haram kirimni bekitishning formulasi. Shirkatning butun haram kirimini shirkat pay soniga chachqanda har bir payga tava haram kirim ma'lum bo'ladi. Buni qo'lida qanchalik pay bo'lsa, ko'paysa qo'lidan chiqarib o'tish kerak bo'lgan mablag' ma'lum bo'ladi. Bularning haram kirimni tozalash usulimi intayin murakkab bo'lib, birlikka kelgan ahvol yo'q. Masalan, 2020 yili 7 oyning 1-kunidagi tizimlikdagi BIM shirkatining payini olgan kishi o'zining payiga tava bo'lgan o'simlik qarziga aloqador 3,7% bilan 3-qatakchidagi haram ish va mahsulot nisbati bo'lgan 0,2% ni jamlab o'ziga tava paylarga oid umum kirimning 3,9% ni qo'lidan chiqarib o'tishi vojib bo'lamdi yoki ba'zilar degandek 20 o'simlik qarzga 20 halol amgakka tava degan asosda 3,7% ning 20 bilan haram ish va mahsulot nisbati bo'lgan 0,2% ni jamlab 2,5% ni qo'ldan chiqarib o'tish vojib bo'lamdi. Buningga qarata aniq va ko'ngil xotirjam bo'lgandek biror o'lcham yo'q. Albatta, bu shirkat foyda olgandimi, ziyon tortgandimi o'xshash vojib bo'ladi. Ammo tizimlikdagi logo yozilim shirkatining ahvoliga qaraydigan bo'lsak, olgan o'simlik qarzi 10,1%, o'simlik bergan qarzi 5,9%, haram faoliyat 1,7% deb yozilgan. Bu shirkatning payini olgan kishi o'simlik olgan qarzi 10,1% ning yarmi bo'lgan 5,05% ga, uningga qo'shilib o'simlik bergan qarzi 5,9%, uningga qo'shilib haram faoliyat 0,7%, jami 12,65% ni shirkatning foydasidan emas, umumiy kirimdan chiqarib o'tish kerak. Undaqda shirkat yilda 10 million dollar umumiy kirim qilgan bo'lsa, mayli foyda chiqsin yoki ziyon bo'lsin, 10 milliondan 12,65% bo'lgan haram kirim 1 million 265 ming dollar desak, o shirkatning umumiy payiga chachimiz. 100 ming payi bor deb qarasak, har bir payiga 12 dollar 65 sentdan to'g'ri keladi. Undaqda bu shirkatning bir payiga ega bo'lgan kishi yil oxirida bir payiga tava 12 dollar 65 sentdan qutulish kerak. Agar 1000 pay olgan bo'lsa, 1265 dollardan qutulish kerak. Bular o'tirg'i qo'ygan tozalash usulini umumyuzlik to'liq tushunib bo'lish tez. Ham ba'zi yetersizliklar hal qilinmagan nuqtalar bor. Masalan, yuqorqi tozalash usulidagi ig'ir masala yil oxirida moliya doklati e'lon qilinishdan burun pay elib sotgan kishi shundaqla payda ayirib bo'lgandan keyin toki yil oxiri moliya doklati e'lon qilinishdan burun payni setib chiqarib o'tgan kishi tozlamasimi bo'ladi deydi. 3. Qo'lidan chiqarib qutulish kerak bo'lgan bu haram kirimdan hech qanday turda foydalanishga yoki bojni to'lashga ishlatishdek turli usullarda yili ishlatib foydalanishga bo'lmaydi. Qo'lidan chiqarib qutulish kerak bo'lgan haram kirimni o shirkatga foydali bo'lgan tashviqot xarakterli xayr-saxovat ishlarga ishlatish joiz bo'lmaydi. Masalan, ba'zi shirkatlar shakllangan haram kirimni yig'ib, maktab silib, palani shirkat yoki palani qadilim banki silib bergan maktab deb o'ziga tashviqot qilishda foydalanishmi to'g'ri emas. Mazkur haram kirimni qo'ldan chiqarib o'tish mas'uliyati o shirkatni boshqaruvchiga, undan qolsa pay egasiga keladi. Pay egasimi o kirimni o'zi hech qanday foydalanmasdan qo'lidan chiqarib o'tish kerak. Uni zakotga hisoblashga bo'lmaydi. Sadaqa deb qarashga bo'lmaydi. Uning bilan boj yoki jarimalarni to'lashimi bo'lmaydi. Chunki haram kirimdan foydalanish mutlaq haramdir. Bular az sonli olimlarning qarashi bo'yicha yuqorqi tizimlikdagi shirkatlarning payini elib sotganlarning qo'liga kirgan haram kirimni qanday tozalashga aloqador gaplar bo'lib, mazkur tizimlikdagi shirkatlarning payini olmoqchi bo'lganlar diqqat qiladigan yana bir nuqta shuki, bir shirkatning payini halol deb tizimlikka kirgizilgan bo'lsa, bu ahvol 3 oydan keyin o'zgarib, mushu o'lchamga tushmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Buning misoli sifatida yuqorida BIM shirkatining o'simlik qarz olishga boshlaganligini ko'rdik. Ba'zi shirkatlar ehtiyoj tufayli 30% dan oshirib qarz olishi yoki qarz berishi mumkin. Buni kesib aytish mumkin emas. Shunga shar'iy o'lchamlarda mundaq kelgan.
Mushu o'lchamlarga pay qo'shish va muomala qilish muddati jarayonida rioya qilinishi kerak. Agar o'lchamdan eshib ketsa, bu turlik mablag' solishdan darhol chekinish vojibdir. Chiqib ketishdimi qandoq chiqib ketish mujmal? Darhol chiqib ketish kerakmi yoki setib olgan bahoga chiqishni kutamdi? Zinaga satsa tozalash kerakmi? Lekin aniq bo'lgani yuqorqi o'lcham bo'yicha ziyon tartsa tozalash kerak. Yig'ib aytsak, ko'pchilik olimlar bu turli jazoni va harom aralashgan shirkatlarning pay chekini ilib setishni 30% dan yoki 5% dan oz bo'lsa cheklaydi. Buningga asosan mazkur tizimlikdagi shirkatlarning payini ilib setishga bo'lmaydi. Menmi mushu qarashni tutishni tavsiya qilaman va jazonining ozdanmi yiroq turish kerakligini ta'kidlayman. Shubhasizki, bu tizimlikni turg'izgan shirkatning bekitilgan o'lchamlariga mutlaq rioya qilishiga ishonishmi tez. Bu sohada mustaqil va lilla turib baholab beroladigan ishonchlik o'rin yo'q. Turkiyada tizimlik e'lon qilgan qadilim indeksi va bizning manqul mulklar, ya'ni BMD shirkatlarining o'z turbatlaridagi iqrorlar bo'yicha jazm qilishga bo'ladiki, tizimlik turg'izish xizmatining xarajatini qadilim bankalari ustiga oladi. Yana haramliq nisbatini bilish faqat shu shirkatlarning yil oxirida e'lon qilgan bayonotida ma'lum bo'ladi. Yoshirg'ini yoki ma'lum qilmag'ini bilinmaydi. Agar o shirkatlarning baholashiga, shundaqla shu o'lchamni to'g'ri topgan olimlarga ishonib, Turkiyada innovatlik tizimlikdagi halol deb qaralgan shirkatlarning payini olishni tanlaganlar bo'lsa, bumi bir qism olimlarning tanlashiga ergashganlikdir. Bu qarashni tutgan taqdirdami, harom kirimni qo'ldan chiqarib etishi shu olimlarning qarashi bo'yicha vojibdir. Shundaqla o shirkatni boshqaruvchilar va payini olg'uvchilarmi gunohkordir. Chunki pay setib olg'uchi shirkatga va qilayotgan ishlarga o'z chamasida sherikdir. Boshqa davlatlarda e'lon qilingan tizimliklarga mushu shartlar bo'yicha qarasak bo'ladi. Bu yerda shar'iy o'lchamlarda kelgan tuvandagi hukmlarni ta'kidlab qo'yish foydali deb qarayman. Birinchi, pay chekini marjin tijorati orqali vositachidan yoki bankidan o'simlik qarz olib setib olishga bo'lmaydi. Qarz uchun setib olgan pay cheklarni vositachiga raniga qo'yishga bo'lmaydi. Bu tijoratning mohiyati mundoq. Savdogar tijoratga dasmoyi salmoqchi bo'lgan pulini vositachiga berib, uningdan necha 10 hassa pulni vositachidan qarz olib, vositachi orqali cho'ng tijorat qiladi. Baho o'tganda sotadi. Har oyda vositachiga haq to'laydi. Vositachidan olgan qarz uchun setib olgan pullarni vositachiga raniga qo'ydi. Ba'zida paychek yoki sanad qarz hujjati yoki madan tijorat qilish mumkin. Demak, bu savdo qarz, rana, vositachilik, yo'q sarmoyada tijorat qilish va pullarni nesiya olib setish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi, sotquchi ega bo'lmagan pay chekini o'tni olib setishga bo'lmaydi. Vositachi topshirish vaqtida pay chekini qarz berib turaman deb va'da qilsa-mu, u savdo o'xshashla to'g'ri bo'lmaydi. Uchinchi, shirkatlarning pay chekini qarz berib turish, raniga qo'yish, pay chekida oldin pul topshirib, keyin pay chekini topshiradigan salam savdosi qilish, pay chekida kelajakda qilishga tutishgan savdolarni va ixtiyorliklar bilan to'lgan obishin savdolarni qilish, pay cheki va uning foydasini obyekt qilgan vaqtlik almashtirish to'xtamlarini qilish joiz bo'lmaydi. Shundaqla mayli nima maqsadda bo'lsin, pay chekini ijaraga berishga bo'lmaydi, ariyatga berishga bo'ladi. To'rtinchi, qo'l ilkidagi mol-mulki faqat naqd pul bo'lgan shirkatlarning payini dastlabda bekitilgan qimmati bo'yicha qo'lma-qo'l topshirib olish orqali olib setishga bo'ladi. Bozor bahosi bo'yicha yoki nesiya olib setishga bo'lmaydi. Ya'ni bir shirkatning mablag'i to'planib, u pullar texim muqim mulk yoki tovarga yoki ma'naviy haqlarga aylanishdan burun pay egalari paylarni setishda shariatdagi pul almashtirish, ya'ni sarf savdosi shartlariga rioya qilgan asosda satsa bo'ladi. Ya'ni 1 liralik bir payni faqat 1 liraga sota oladi. Buningdan tuvan yoki ortiq satsa jazoni shakllanadi. Chunki setilgan narsa pul. Keyincha sarmoya pulning hammasi yoki ko'p qismi muqim mulk yoki tovarga yoki ma'naviy haqlarga aylansa, naq bar pul yoki qarzlar ayrim yoki birlikda 50% dan oshmasa, andan pay chekini olib setishga bo'ladi. Chunki buningdagi naq pul va qarzlar muqim mulk, tovar va ma'naviy haqlarga tava bo'lgan bo'ladi. Shundaqla shirkat mol-mulki va boshqa haqlari butunlay yoki ko'p qismi nesiya setish va murabaha savdolarini qilish orqali naq va nesiya pulga aylangan shirkatni bo'g'ishdan burunqi va bo'g'ish bosqichlarida sarmoyaning ko'p qismi asosida olib setishga bo'ladi.
butunlay naq va nesiga aylangan taqdirda yanala yuqorqidek pul savdosi ahkamlari bo'yicha ilib sotiladi. 5. Shundaqla butun barliqi qarzga aylanib ketgan bo'lsa, qarz ahkamlariga rioya qilinmasa, ilib setish joiz bo'lmaydi. Boshqa shartlar va diqqat qiladigan nuqtalar burunqi aksiya bozorida shirkat pay cheki ilib setish mavzuliq fatvoda bayon qilingan. Oxirida ta'kidlab qo'yadiganim shuki, jazoni barliq samoviy shariatlarda harom qilingan bo'lib, bizning islom shariatimizdami halok qilg'uvchi cho'ng gunohlar qatoridan sanalgan. Alloh taolo Qur'onda jazoni yeguchiga jang e'lon qilgan va bilib turib jazoni muomalasi qilganlarni do'zaxda mangu qoladiganlar qatoridan sanab, jazonidan kelgan kirimdan barakatni ko'tarib o'tadiganligini bayon qilgan. Payg'ambarimizmi hadislarda jazoni yeguchi va yegizguchiga la'nat qilgan. Jazoni bu qadar ig'ir va cho'ng gunoh bo'lgandan keyin jazonidan yo'q narsani ilib setishdan va shubhalik muomalalardan janining barcha yiroq turish taqvodorlikqa intiladigan har bir musulmonga loyiq ishdir. Alloh taolo mundaq deydi: jazoni yeydiganlar qiyomatda saranliqdan shayton so'qiyotgan odamlardekla qoladi. Bu ularning ilm setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Alloh taolo ilm setimni halol qilib, jazonini harom qildi. Shunga kimki Parvardigori tarafidan vaznasat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun olgani o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uvchilardir, degan. Aral kasb doirasi intayin aniq va kangri. Banda bir ishni Allohdan qo'rqib tashlasa, Alloh uningga yaxshiroq ishni o'dillab beradi. Har bir banda putilgan rizqidan ortiq yoki kam yeyolmaydi. Shunga to'g'ri yo'ldan pul tepishga alohida ahamiyat berish lozim. Shubhisizki, oxiratda har bir banda pulni nadan topganligi va nimaga xarjlaganligi to'g'risida jazman so'roqqa tortiladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.